Bir kun Chimkentga aylanib kelishga necha pul ketadi? Keling hisoblab chiqamiz. Mana biz ertalab bolalar bilan takoy yig'ilib, o'zimizcha katta guruh bo'lib Qozog'istonga chiqib ketyapmiz. Mana bizdan bolalar pul so'rayapti, lekin biz bunaqasiga qarab qo'yib pul yo'q deymiz. Takoy sochdan to'g'rilab, katta bo'lib Qozog'istonga o'tib oldik mana. Endi bolalar bilan takoy mashinaga o'tirib hozirgina ketamiz. Lekin mana bitta birinchi bo'lib pullarni almashtirib oldik tangalarga. Hech o'ylab qo'ymaylik, hamma pul emas bu, faqat takoy pulni almashtirib olgandan keyin optik bozorga birinchi o'chirtda bordik, chunki bitta bizning o'zimizdan diviziylar bor, temkalar bor. Keyin ham bitta ayron takoy silluv ketdi. Yaxshi ichib olgandan keyin sochlarni to'g'rilab, krasavchik bo'lib olib, Magic City boramiz dedik. Magic City yo'q ekan bu yerda. Keyin Chimkent Plazaga bordik. Chimkent Plazadan keyin yaxshi ovqatlanib kinoga tushdik. Kinoda как раз Patrul degan kino bor ekan, o'sha vashshe zo'r ekan, lekin bolalar bilan kayf qilib ko'rdik. Mana atriklarni ham ko'rishingiz mumkin. Azginchasini mana ko'rishingiz mumkin. Brat, hozirchi kino qanaqa ekan? Kinoga просто gap yo'q. Kino shunaqangi bomba chiqqan. Kinoni ko'rib olgandan keyin bitta narsani tushundik. Bu yoqda Cobalt Legenda ekan, bizda Nexus 2 Legenda bo'lsa, keyin mana biz sekin parkka bordik, takoy ko'zlarni to'g'rilab, yomon joylarga qaramasdan dedushkani ovozini eshitdik, lekin zo'r yetar ekanlar. Azgincha o'tirib takoy gaplashib oldik o'zimizdan tema. Keyin Chimkent Plazadan uyga qaytdik. Mana keyin mana bitta ko'rishingiz mumkin necha pul tushganini.